Fratelli Kassa brendi asoschisi sifatida fikringiz bizga juda muhim. O'zbekiston tekstil bozoridagi aynan hozirgi kundagi eng katta muammo nimada? Bu faqat O'zbekistonda emas, aynan hozir O'zbekiston uchun savol berganingiz uchun marja tushib ketyapti. Foyda kamayib ketyapti. Negizi sababi nimada desangiz, ko'p korxonalarda tizim yo'q. Ya'ni tizimlashtirish juda zaif. So'rashingiz mumkin, nimaga oldin tizim bo'lmagan, zo'r bo'lgan? Oldin aynan marjalar baland bo'lganda, foyda ko'p bo'lgan, tizimlashtirish zaifliklaridan kelib chiqqan deylik salbiy natijalar yopib ketgan. Bilinmaganda u tizim bormi yo'qmi bilinmagan, foyda ko'p bo'lgan. Hozir foyda kamaygandan keyin mana bu yerda narx oshib boryapti. Nimaga? Chunki xarajatlar ko'payib boryapti-da. Asl negizi tizimlashtirish yo'qligida. Boshqaruvda tizimlashtirishda muammo, operatsionkada muammo, marketingda muammo. Umumiy olib qaraydigan korxonani tizimlashtirish juda zaif. Bu hamma narsa nimaga olib keladi? Xarajatlarni ko'paytirib yuboradi.